Elatda tozası. Aytamaman bir islegep turibdi boshqacha. Turay ikkinham. Sur davay. Yaxshi hali kelaversin Berra aka. Ha, tushunmadim, problema kerakmi sana? Sestra, dimam uncha bo'lavermasin. Imin o'sha. Berra aka, aytsan. Shabsan. Dükkana boraverdim, eBayda ishlab yurdik vallahi bilan. Remont etib uyni. Dükkan bizamiz, короче. Pulni chiqar. Dükkan hechingizga yozib qo'ygan yo'q-ku, brat. Sestruxanga o'tibmiz, Gözü Kuchinski bo'ladi bu, tushundingmi? Chiqar pulni, davay. Endi qiz bolani yanında uning gaplarini aytavermanglar, uyat bo'ladi. Sen qiz bola, bizani sestruxamiz bo'ladi, tushundingmi? Beraga bera, o'zim gaplashaman, sestrux. Gözü Kuchinski bo'ladi, tushundingmi? Tushundim. Hozir bu yerda maqsad meni urjakmisizlar? Uraman kerak o'zi, tushundingmi? Men sestruxam uchun lebboy o'ylayman duraman. Tushundim lan. Bizada immuniy nasab ha. Eshitganmisiz, og'a? Avvaldan Hakim Shappat degan. Bunga tiflab bering. Nishonga odam bormi? Brat, sizdan bir minutdan mumkinmi? Sal xaram. Şurada oturayım ben. Endi sizlarni bu aytib yurgan ishlaringiz uyatku, uyalmaysizmi? Yaxshi. Ha? Oyoq. Hey, yere qarab o'tir. Meni aytchak edim. Shu sestrangiz bilan bir minut gurunglashib bersam bo'ladimi? Ha? Mazzi bilan, ha? Ikkinham bu to'yting chiqib qoldi-ku. Ikkinham xatanaklay turay oningdan. Nonliqjon durishini qarang. Mumkinmi bir minutda? Bu ishdan o'zimga qoldi o'xshaydi. Elatda meni Gözü Kuchinski dedilar. Qani Berra aka? Nonliqjon. Bu qo'llar odam uradigan qo'llar emas. Siz bakın bir erkekni baqlatib bilasiz. Menga yovvoyi itlar yoqadi. Pishik. Ha, pishik. Adınız kim? Adım Go'zal. Sizda ikki yo'l bor. Bu yo'lingizning oxiri yaxshi emas. Ikkinchi yo'lim men bilan baxtli bo'lib qishloqda yashaysiz. Har kun bakın azon bilan turib sig'ir sog'ib, ota-onamizga bakın xizmat qilasiz. Men sizni eng xo'shray atmosferali qishloqda yashataman. Azon bilan tursangiz bakın u yerda ba degan ovozlar eshitiladi. Xalasangiz izimdan ketasiz, xalamasangiz qalasiz. Görüşemiz Nonliqjon. Ukalarim, men bu yo'ldan qaytdim. Bu yo'l yaxshi yo'l emas ekan. Ko'chani sizlarga topshirdim. Sevib qoldim o'xshaydi. Endi biz achatamiz, sestruxa. Unda aytmang yaqin. Hop, siz. Pochcham ayting, bir ish topib. Şair diyorsan bir yer diyorsan de ki Usta, sen işe misin? Siz dükkana yürüyordunuz mu? Yerledim ama. Dükkana baratırdım. Ha. Baktım taptım. Hop. Yüzünde de ki sen. Ahır, indi çatıydı ahır. Yani koyma diyeyim. O indi bir yana toy bir dua etsendi. Ha oldu yaxşı. Bakla sen. Nan kanına. Yaxşı yapıp beredi yerten. Kim yapıp beredi nan? Gelin de tutmak o. Indi ondan kim bakın? Usta size 2 tane şagirtek geldim. Qara şair. Yine şagirtler. Yine. Hazır gepleştim, özleri düm akıllı ballar eken, özleri düm bir ferasatlı ballar eken gepleştim. Ama Enver amının yanına barasız dedim. Enver Buldus'un yanına barasız dedim. Şundan bir şagirtlike düşəsiz. Bir 4-5 aydan keyin usta bo'lib chiqib ketasiz dedim. Yaxshi kudan sen o'shidan şahidlar bo'lsa lekin bilmedim. Yo'q, men aqlli ekan. Men savol javob etdim ya yo'lda. Ava, shunga bularni olib turmang. İçanda ustalara qo'shib bersak, aqlli bolalar. Yaxshi ko'ramiz, yaxshi. Ko'radigan. Vallahi meni ustozim bo'ladi. Enver Buldus. Xorazmda, butun O'zbekistonda eng zo'r restoran, eng zo'r to'yxona, eng zo'r bir odamlar dam oladigan yerlarni qo'shib aytib bormi? Komfort etib chiqarib uzatib beradilar. Hang usta? Tushunding, yine hozirgi kunda O'zbekiston xalq artisti, Tojikiston xalq hofizi Og'abekani ishlab turibdilar. O'zing bilan birga. Hofizni endi ishlab turibdilar. Ishina gap yo'q. Demak, sizlar bu yerga giringlar. Mana, giringlar. Usta, bu yerni endi shogirdlarni chop gap chiqarish kerak. Bo'ldi. Endi bir ozgina avans bersangiz to'yni boshlab bersak ekansiz. Endi satir degandan hozirgi yoshlarda 100 qatl yo'qaydi. Giring. Jamshidda usta, ya pul ozgina berib bering endi. Gotta catch another fight. The apple bottom make 'em wanna bite.